turli xil mutaxassislar bor ulug'da. Mutaxassis bilan mutaxassis orasida endi burch ko'rmoqchisiz bo'lmaydi. Ajratib olish kerak odam. Oddiy odam qanday qilib ajratib olsin? Siz keldingiz kasal bo'lib, o'tirdingiz. Men ko'rdim. Ko'rganimdan keyin nima qilaman? Siz aytasiz shikoyatingizni, men ko'rsataman sizga birinchi o'rinda. Burningiz qiyshiqmi? Qiyshiqlikni ko'rsatib beraman. Gaymarit bormi? Rangga tushirib beraman. Shu vrach shundan talab qilish kerak. Masalan, sizda go'sht bor ekan desa, aka menga ko'rsating deyishingiz kerak. Birinchi o'rinda savol. Ikkinchisi, gaymaritni rentgen qilish kerak. Rentgen qilish kerak. Endoskopda hamma go'sht ko'rsa bo'ladi burun ichiga. Masalan, sizga ko'rsatsa, mana shu tushuntirib bersa tushunasiz. Rosa ikkilanib qoldingiz. Bu men haqiqatan sizga operatsiya aytdim, ikkilanyapsiz-da. Yana bitta lor, 3 ta lor vrachda oldiga borish kerak. Sizga maslahatda mana. 3 ta lor vrachda oldiga bordingiz. Uchalasining gapi yo bir xil chiqadi, yo ikkitasiniki bir xil chiqdi, bu to'g'ri degan. Shularni hozir masalan, men operatsiya dedim. Mana ikkala vrach yo'q, operatsiya shart emas, buni davolab ko'rish kerak dedimi? Demak, men ozgina adashgan yo yolg'on gapirgan bo'laman. To'g'risi-da, siz so'radingiz, men sizga javob aytyapman.